Juda zo'r kun bo'ldi-da kecha o'zi. Zo'r bo'ldi qishloqqa. Ha, albatta zo'r bo'ldi. To'xta, ana bu yerda nima bor? Qayerda tushunmayapman bu yoqdami? Yo'q, ko'prik tagida. Ko'prik tagida? What the fuck, bu nima? Uyga o'xshaydi. Vo'q, uyga o'xshayapti, rostdan ham uy bu. Ha. Nima qilamiz endi? Bor ko'rib kel. Shoshma qishloq, men bordim-da o'rganib kelay. Sen shu yerda qimirlamay turgan. Tushundingmi? Voy. Screenshot qo'yibman. Mayli. Sen borib o'rganib kela qol. Shuha. Mayli, borib kelaman. Hop, tak. Давайте ochamiz. Sen shu yerda qarab turma, bu narsa bo'lsa aytaversan. Nima ham bo'lar? Uyga borib keladi. Hammaga salom, birgalikda men bugungi videomizda ko'rib turibsizlar nima ahvol ko'prikda kimdir borlikka o'xshaydi. U tepaga nima chiqdim o'zi? Uzr uyim qop-qora bo'lib yotibdi. Yaqinda ta'mirlaymiz bu yerni ham. Hop, narsalarni olamiz o'zimizga. Pul olamizmi? Mana shularni olamiz. Har ehtimolga qarshi qilich olamiz. Bo'ldi. Davay ketdi bo'lmasa. Sandiqda bitta narsadan, 3 ta harfli narsadan boshqa hech narsa yo'q. Tashqari hamma narsa bor. Ekinni qaranglar-da. Men ekinlarni ham olishim kerak. Anchadan beri olganim yo'q-da. Mana shu yerda o'rganaydimi? Yo'q, mana ular qo'rqib qo'ydi. Kimdir borga o'xshaydi. Tak. Kel. Oy. Salom, qandaysan? Zo'r. Nima qilyapsan bu yerda? Xuddi shu savolni senga beraman. Nima qilyapsan sen bu yerda? Bizning qishlog'imiz bo'lsa axir bu yer. Endi men boshqa joy topolmadim yashashga. Uyda-chi, merga bormadingmi? Uy topib berardi mer. Yo'q, bordim, lekin mer bermadi menga. Nega bermaydi? Bilmasam. Bermadi shunchaki. Qancha pul taklif qilding o'zi merga? Men shunchaki 2 marot so'm nima qildim. Chunki oldida shuncha bor edi xolos. 2 kun so'm qildim mana shunday. Lekin mer joy bermadi. Boshqa qishloqdan kelyapman. Uyim nimaga o'xshayapti? Mer bilan o'zi yaxshisi gaplashib bera qol. Mayli, mer bilan o'zim gaplashib beraman. Men senga uy gaplashib beraman. Faqat bu yerda yashashing yaxshi bas-da. Voy, qamalib qoldim men ham. Voy biladi. Qanaqa joyda yashayapsan sen? Uzib chiqamanmi? O'zingda nima gaplar qishloqqa? Mayli, joyga qo'yib qo'yaman. Nima bu? Sening hayoting mazmunimi? Ha. Nimaga yana kirib olding? Bo'pti, joyiga qo'yib qo'ydim masalan. Bo'lmasa meri gaplashib beraman o'zim senga yaxshiroq. Mayli, gaplashib bera qol. Xo'p. Sandan nimalar? What the fuck? Nima bu yerga spam qo'yib qo'ydim. Ha, mayli. Hozir gaplashib beraman. O mana bunday qilib qoplanishgan. Mayli. Hozir men yerga gaplashib kelaman. What the fuck do'stlar? Nima qilyapti qishloqqa? Ko'prikdagi ham o'qiradimi? Xavfli-ku axir. Tagida ko'l bo'lsa, mana bu yerda cho'rtniga sardorni ichdi. Cho'rt demaydigini. Hop, tak. Yana mer. Hoppa. Mer bilan bitta nima qilaydi? Salom mer. Qaraysan, qanday nima gap? Yaxshi bas. Mer nimaga qishloqqa 2 stakka pul bermadi, uy bermadi? Jinlimisan?
Men ikkita uy beramanmi? Ha, bera qoling endi. Nima narsalar bizdan ekan. Qanaqa deyapsan? Nima deyapsan sen? Bera qoling. Mayli, beraman. Faqat menga ishlaydi u. Tushundingmi? Ha, mayli, sizga ishlash kerakligini aytib qo'yman. Bo'lmasam sen o'zing bilasan. O'sha ikkita nima bor, tagloylar o'sha yerga qilib ber. Tagloyli. Ha, bo'lmasam yo'q uy boshqa. Keyin meni ro'yxatga o'tib qo'ysin. Xo'p. Mayli, men hozir borib aytib kelaman. Siz men nimaga gaplashib berishim kerak? Ismi nimaligini ham so'ramadim. Qishloq shekillisimi? Tak. Shom ham tushib qoldi boru. Ha, men hozir borib uxlayman, Mana bu uyda yer. Yo, mana bu uydami? Qishloq qilinaysan. Yaxshi emas. Suvda turibman. Yo'q, qol. Ichaman deganimdan tushib ketdim. Eshikda uxlab ketgan edim, ochamiz. Kun bo'yi ashulaga gapirib charchadim borku. Mana shularni savolamiz. Do'stlar, buni qo'yinglar, kanalda yana shunaqa videolar chiqib turadi, bir-ikki kundaligim. Do'stlar, sizlarga bitta gap aytsam, qishlog'imizni qaranglar, qanaqa bo'lib ketdi. Mana bu joy muz o'shadigan joy, ana havorang joy. Qo'ygan, qishlog'imizda quruqlik ko'pmi? Unaqami? Quruqlik ko'pmi yoki suvmi? Men o'ylashimcha suv ko'p deb o'yladim, men bilmam. Ha, xullas, sizlar men uxlashim kerakmi? Men sizlarga voy. Tarixda qo'llabdi. Yo'g'on. Qalb bo'yib ketgan. Qillan biluvlar borda bizda. Bilasizlar, o'tgan oldingi videoni ko'rmaganlar ko'rsin. Videoni tushunmay qolasizlar. Xo'p, qishloqiga o'zimdan sovg'a qilib berib qo'yaman. Tak. Qishloq haqida hali ko'p tanishim kerak qishloq bilan ham. Qishloq qayerda? Ha, bu yoqdanda. Yurib ketasan. Ha, jum ketmadi. Qalaysan qishloqqa? Voy, yana keldingmi? Zo'r, men nima dedi? Men mayli gaplashib berdi. Faqat kichkina ro'yda yashaysan-da. Mayli, mana shu qishloq aholisi bo'lsam bo'ldi. Yomg'ir yog'ardi boru. Mayli. O'zi sen kimsan? Men mana shu qishloqda yashayman. Oddiygina insonman. Oddiygina insonman. Mana shu men ismim Javohir, lekin Joha deb chaqirsang ham bo'laveradi. Faqat qarochi men mana shu qishloqda yashayman. Shu qishloqda videolar olaman, kontentlar olaman. Shu qishloqda yashab qiziqarli voqealarni YouTube'ga qo'yaman. Ha, yaxshi. Men ismim qishloq. Shunchaki qishloqdan chaqirishim mumkin. Men ismimni bilmayman, chunki ko'pchilik qishloqni tushunmayman. Qishloqdan chaqiraman. To'g'rimi? Bitta qishloq endi bo'lsam kerak qishloqni. Chunki qishloqdan ketdim-da. Nima sabab ketding? Men shunchaki qishloqdan haydaldim. Biror sabab meni haydab yuborishdi. Qanaqasiga? Men bir kuni kech paytda narsalarni sug'orayotgandim, ertalab esdan chiqib qoldi. Keyin sug'oratsam bittasi keldi oldimga, shuni yotib olib nima qildi, meni urdi deb. Keyin yo 15 sutcha qamlasan yoki qishloqdan ketdi ishda. Keyin o'yladimki, mayli, men hozir agarda anaqa qilsam nima bo'ladi, qoti qamalgan degan nom chiqmasin deb ketib yubordim. Yo'q, assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Qalaysan? Biz bu bolani ko'chirgani keldik oldiga. Bu bolani o'zimiz joylashtirib qo'yamiz. Soat pulini bersa bo'ldi. Mana bu yerda pul bor ekan sandig'idan. Sandig'imdagi hamma narsani olaverdik. Bora qolganmiz. Bu bolani o'zimiz nima qilamiz? Bizni mer jo'natdi. Qoch. Yaxshigina ekan.
Ketib qol endi. Ha, qishloq qanday? Men senga sedov qo'ygandim 20 ta. 30 ta mana shu senga sovg'a bo'pti, yaxshi bo'lgan, yaxshi. Ha, what the fuck. Bo'pti. Yaxshi bor, Javohir. Ha, Johar istorga o'tdi. Ho, yaxshi bo'ldi-da, gaplashib berdim. Mer bilan bugun do'stlar. Bugun videomiz shundan iborat edi. Obuna qo'yinglar, qachonki 80 ta bo'lsa, maktab serialini 3-qismi chiqadi. Go bo'lmasam. Xayr hammaga. Agarda qiziq videolar chiqishini xohlasalaringiz, obuna bo'ling do'stlar. Chunki bizda shunaqa videolar chiqib turadi endi. Stream qilishim uchun ko'proq shorts qo'yish kerak ekan. Shuning uchun ham shorts qo'yishga majbur bo'laman. Jinni shorts bo'lsa ham. Просто stream uchun qo'ygan bo'laman do'stlar. Hammaga xayr.